ya'ni xira qilib qo'yib Bo'ldi. degan joyimda xira qilib. Hamma kirmoshni olaman deyotganlarga qiynaydigan savol. Samsung yoki LG qaysi biri yaxshiroq? Men sizlarga buni solishtirib beraman, sizlar tanlaysizlar. Hop, Samsung kirmoshinamiz 7 kiloli eng oxirgi chiqqan namoratchilik modellaridan bittasi. O'zida 14 ta funksiyasi bo'ladi, 2 ta funksiyasi par bilan ishlaydi. Bundan tashqari qo'shimchasiga 1 martadan 5 martaga chaqiradigan funksiyasi bo'ladi. O'ta dog'ib ketgan kiyimlarni ivitib qo'yish uchun ko'pik yutadigan funksiyasi ham mavjud. Kiyimlarni g'ijimini chiqarib berish uchun o'zida dazmol funksiyasi ham mavjud bo'ladi. Bundan tashqari ekobabl sistemasida ishlaydi. Parashют sosiylar pramoy barabanga ko'pirtirib achib beradi. Tentlariga keladigan bo'lsa, keramический tent bo'ladi. Chirib zaynab ketmaydi. Garantiyalarga keladigan bo'lsa, garantiyasi 20 yil motor uchun, o'ziga 3 yil ofitsial Samsung servis tomonidan beriladi. LG kirmoshinamiz 7 kiloli, bu ham eng oxirgi chiqqan Navro'z modellaridan. Bundan o'zida 14 ta funksiya bo'ladi, 2 ta funksiya par bilan ishlaydi. Buni motori yaxshi tomonda DD motor bo'ladi, shestrnali, necha kilo kiyim solsanglar shunga qarab turib suv tortadi, rasxod qiladi. Qolgan kirmoshinalarda uchramaydigan tomoni bunda Wi-Fi upravleniya bo'ladi. Wi-Fi orqali boshqarsanglar bo'laveradi. ZenQ programma orqali. Buni ham barabanlari ichlari katta, keng, almasli baraban bo'ladi. Bemalol kurtkalar sig'averadi. Garantiyasiga keladigan bo'lsa, 10 yil motor uchun, 3 yil o'zi ofitsial servis tomonidan garantiya beriladi. Mancha diskiga ham mancha deb qo'ying. Bo'ldi. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsa, 440 dollar, 395 dollarga. $440, $395, $395. Butun qaytmalar. Dollar. Dastlabki Anjan bo'ylab, besplatniga. butun anjan bo'ladi dastlabki bor. Hop, kirmoshlarimizni ko'rdinglar, farqlarini solishtirib berdik. Sizlarga qaysi biri ma'qul bo'ldi? O'zingizlar fikringizni kommentariyga yozib qo'yinglar. Bundan ham zo'r videolar o'tkazib yubormaslik uchun bizga podpisatsiya bo'lib qo'ying.